Hop, keyingi misol 16-misol berilgan bizga. Yadro reaksiyasi berilgan. Yadro reaksiyasida biza yadro reaksiyasida qatnashuvchi zarrachalarimiz bor edi, to'g'rimi? Masalan, alfani massasi 4,2. Buni yodlab olishingiz kerak. Betani massasi yo'q, 0, zaryadi -1. U nima bilan bir xil ekan? Elektron bilan. Ayrim yadro reaksiyasi sizda elektronni beradi-da, nimasinidir. Yadro reaksiyasida elektron bo'lmaydi. Xuddi mana bu 48,16 10 ta elektron degan. Elektronni ko'rib olsin yadro reaksiyasida. Yo'q, uni o'rnida nima bor ekan? Beta. Beta bilan elektronning massasi ham, zaryadi ham bir xil bo'lgani uchun bir xil zarrachada bir-birini o'rniga ishlatib ketaveradi. Pozitron bor. Pozitron bilan betani qatdan farqlaysiz? Yadro reaksiyasida pastida yoki mana bu tepasida minus qo'ysa, bu beta deb qaraladi. Plus qo'yadigan bo'lsa, qaysi deb qaraladi? Pozitron. Hop, qo'yib chiqamiz. Alfani massasi zaryadi 2, betaniki 0, -1. Mana. Ana endi masalan shartida 48,16 18 tadan keyin nima kelgan? Demak, bu nimaniki? Elektronniki. Bizda elektron bormi? Demak, men ma'lumotdan chiqqan molni nima ustiga olib qo'yaman? Betani ustiga olib qo'yaman. Endi Fransiyada milligrammini so'ragan. Milligramm so'raldimi, buni 10 usti nechiga aylantirib olasiz? 20 ga. Demak, mana bu birinchi ishimiz 48,16 10 usti 18. Bu nima degani? Bu degani virguldan keyingi raqamlar 18 ta degani. Sen shu virguldan keyingi raqamni 20 ta qilishing kerak. Uning uchun 18 ga nechini qo'shish kerak? 2 ni. Ya'ni virgulni ma'notga qarab sinjitib olasan. Savol berish mumkin. Virgulni ma'notga sinjitsam, bu yog'ida son yo'q. Son bo'lmasa nima qo'yishga haqqing bor? 0 qo'yishga haqqing bor. Tushunarli? Xo'p, necha birlik sinjitding hozir? Ma'notda turganida virguldan keyin 18 ta raqam edi. Nechta raqam kelib qo'shildi unga? 2 ta kelib qo'shilgani uchun mana bu 10 usti necha bo'lar ekan? 20 bo'lar ekan. Mana. Endi ta'da ishlash bizga sal qiyinroq bo'lganligi uchun molga aylantirib olamiz. Mana. Bo'lamiz buni 6,02 10 usti 23 ga. Hop, bo'lib tashlasak 0,08 nimada chiqadi? Molda. Bu nimani moli kelib chiqdi? Elektronni. Bizda elektron o'rnida kim kelgan? Beta. Sразу shuni ustiga olib qo'yamiz. 0,08. Hop, savol berishingiz mumkin. Qayerdan bilasiz ustoz aniq? Kalkulyatorsiz bo'lib. 6 kara necha qilsak? 8. Hozir bu 48 mi yo 0,48 mi? 0,48. Hop, nechta virgul? Nechta virgul? 2 ta virgul bormi? Demak, mana bu yerda 0 dan keyin 2 ta raqam qo'yib keyin 8 yozasiz. Yoki 2 ta 0 qo'yib keyin 8 yozasiz. Hop, olib kelib qo'ydik buni elektron ustiga. Sizdan nima so'ralgan? Fransiyada milligrammi. Fransiya ustiga x milligram qo'yamiz. Hop, Fransiya tagiga necha tushish kerak? Mana bu yerda bizda y-imiz yo'q ekan. Y o'rnida son bo'lishi kerak. 5 mi, 4 mi, 2 mi? Hozir men bu sonni topa olmayman. Sababi mana buni o'zini ham nima qildigan? Topdigan. Mana shunaqa misollarda birinchi bo'lib massa farqi, keyin zaryad farqi qilinadi. Hop. Qaraymiz, zaryad farqini birinchi qilamizmi, massa farqini? Massa necha? 223. Buniki 203. X ni to'g'ri ko'paytiring. 4x. Y ni nolga ko'paytiring. 0. Faqat mana bu noma'lum. Hop. Zaryadda 87, 81, 2x minus 1 y. Nechta noma'lum? Shu uchun birinchi bo'lib massa farqi qilamiz. Menga Bobur aytib turadi, massa farqini qanaqa yozishimni. Boshla Bobur. 223. 223 mana yozdim. Keyin Strelkani o'rniga teng. 81. Yo'q, sen massa farqi yozyapsan. 203. 203. Oradan Plus 4x. 4x. Y ni nolga ko'paytirsak 0. Xo'p, endi nima qilaman? Endi Noma'lum 4x o'zini joyida qoladi. 203 223 tomonga minus ishorada o'tkazaman. 20 qoladi.
20 teng 4x o'scha. X ni topishim uchun 20 ni 4 ga bo'laman. X teng 5. 5 sizda x chiqdimi, y chiqdimi? X chiqdimi? X o'rniga olib kelasiz. Olib borib uni y o'rniga qo'yib qo'yishga haqqingiz yo'q. Siz mana bu yerda nimani noma'lum degansiz? X, ya'ni x ni 4 ga ko'paytirganingizda mana bu 4x chiqdi. Demak, x 5 chiqdimi? Shu x mana buni o'rnida. 5 shuni o'rnida. Mana. Ana endi zaryad farqi qilamiz. Iroda zaryad farqini ayt. 87 olib keldim. 87 strelka turgan joyda teng 81 orada plus bor 5 kara 2 10 y ni minus 1 ga ko'paytirsam minus 1 y. Mana. Xo'p, minus 1 y noma'lum son o'zini joyida qoladi. 87 tomonga 81 ga 10 ni qo'shing. 91 bu yoqqa minus ishorada o'tadi. Aylik. Minus 6. Minus 6. Minus 6 emas. Minus necha ekan? 4. Teng minus 1 y. Y ni topishim uchun minus 4 ni bo'laman minus 1 ga. Y teng nima bo'ladi? 4. Demak, buni olib kelib nimani o'rniga qo'yar ekanman? Y ni o'rniga. Ana endi men Fransiyada milligramm topsam bo'ladi. Proporsiya tuzishim uchun 223 buni tagidan bu birlik mol bo'lganligi uchun nima tushadi? Necha mol? 4 mol. Xo'p, molli tagidan iroda 1 mol tushadi. Agar oldida koeffitsient bo'ladigan bo'lsa, koeffitsiyentga ko'paytiriladi. O'shanda 4 mol bo'ladi. Mol butun 0.8 223 ga ko'paytirib 4 ga bo'lib olamiz. Necha chiqdi? 4 butun 46 milligramm. Qaysi javob bu? A javob. A javob. Koeffitsiyentni matematikga turamiz.